Ben sizning qandaq arzuyingizning borligini bilmayman. Aşu arzularingiz yetishdagi tirikchilig'ingiz jarayonida qanchalik ümidsizlik ichida qolganligingizga parvo qilib o'ltirmayman. Biroq qalbingizni izchil o'ylab kelayotgan aşu arzularingizning amalga oshishi tamoman mumkin. Ko'pinchalar buning qiyinligini allaqachon bilib ketgan. Albatta oson emas. Turmushingizni o'zgartirish oson emas. Arzuyingizga yetish uchun tirikchilik ko'rsish jarayonida qayt-qaytlab sizni tushkunlashtiradigan ishlarga, ko'plagan mag'lubiyatlarga, azob-uqubatlarga uchraysiz. Arzuyingizga yetolmay o'zingizning gumonlangan chog'laringizda "Ah, Xudo, nimishqa men shunday ishlarga yo'l qilaman? Men faqat bolalarimga va ota-onamga yaxshi kun ko'rsatmoqchi edim-ku. Hech kimni bulash, hech kimni o'g'irlash xiyolim yo'q edi-ku. Qandaqsiga mushundaq bir kun beshimga keladi deb zodlanasiz. Beşinin azroq qiyinchilik o'tganlarga deydigan gapim shuki, arzuyingizdan hargiz voz kechmang. Shunda qiyin vaqtlarmi keladi, biroq ular hargizmi turib qolg'ili kelgan emas. Ular o'tib ketgili kelgan. Buyuklik hargizmi uncha ajoyib, sirli, xiyoli yoki faqat oramizdagi aloyida odamlarga erisha oladigan narsa emas. Bilingki, buyuklik hammamizning ichida haqiqiy turda mavjud narsa. O'zingizning shu buyuklikning egisi ekanligiga ishonishingiz nihoyatda muhim. Ko'pincha odamlar oila quradi, yashaydi va o'lib tugaydi. Ular o'zini kuchaytirishni to'xtatadi, o'zini chiniqtirishni to'xtatadi, tirikchilikni to'xtatadi, o'zini ilhomlantirishni to'xtatadi. Og'irlish qamroq nurg'un odamlar bor, lekin ular o'zining ahvolini o'ngshash uchun biror ish qilishni xohlamaydi. Shundaqla ko'pincha odamlar orzusiga yetish uchun tirikchilik ko'rsatmaydi. Nimishqa? Bir sabab qo'rqudi. Mag'lub bo'lishdan qo'rqudi. Shundaqla qalbi qo'rqinchi ularda mavjud. Navoda qalbi qilgandan keyin ishlarni bir taraf qilamisamchu deb qo'rqudi. Bu hargizmi xatarga tavakkul qilishsa emas. Siz nurg'un vaqtingizni boshqalar bilan o'tkazasiz. Boshqalarga o'zingizni yaxshilab ko'rish uchun nurg'un vaqt sarf qilasiz. Hatto boshqa odamlarni o'zingizni bilgandan yaxshiroq bilasiz. Ularga o'xshash kun o'tkazsam deysiz. Siz ularning naq o'zi bo'lsam ekan deysiz. Bilasiz, siz ularga shunday ko'rinib vaqtingizni sarf qilgachqa o'zingizni kimligini bilmaysiz. Men vaqtingizni o'zingiz uchun ajratishga chaqiriq qilaman. Agar orzuyingizdagidek yashayman deydigansiz, bekorchilarni turmushingizdan yo'q qilishingiz intayin muhim. Ammo o'zining orzusiga qarab chekayotganlar uchun bu hayot alohida bir xil ma'noga ega. Siz orzuyingizga loyiq bir odamga aylangan vaqtingizda tunji qilgan ishingiz o'zingizni boshqalardan ayirishga boshlashdan iborat bo'ladi. Sizda aniq bir mukammallik ko'rinishga boshlaydi. Boshqalarga to'xtamay agishlig'ali bo'lsangiz, davomli dovramchi bo'lish bilan o'tasiz. Siz menga dunyodagi eng yaxshi dovramchi bo'la olmaysiz. Ammo siz o'zingiz eng yaxshi bo'la oladigan siz tamoman bo'la olasiz. Men sizni o'z qiymatingizni tepishga chaqiriq qilaman. Aniqki, hamma odam bu nuqtani tushunib ketmaydi. Hamma odam sizga qo'shilib ketmaydi. Hamma odamda bunday tasavvur bo'lavermaydi. O'zingizning oz uchraydigan yangicha bir odam ekanligingizni to'lib yetish to'liq muhim. Boshqalar bilan muvofiq munosabat o'rnatishingiz, shundaqla boshqalarni o'zingizning so'zisiga qiziqtirishingiz to'liq muhim. Kimlar tashna bo'lgan holatda turadi? Ish qilishdan to'xtat qilib bo'lmaydigan va sabab natija surishtirmaydigan, turmushni shunday o'tkazishni xohlamaydigan, texnik ko'p intiladigan odamda tashna bo'lgan holatda turadi. O'zining orzusidagi turmushda yashayotgan odamlar qalbi qug'ishlar partiyasidir. Bu zaruriyatni to'lib yetganlardir. Ular o'zining orzusidagi turmushda yashayotgan odamlar. Agar turmushda qalbi bo'ladi ekan, uning o'zlariga bog'liq ekanligini to'lib yetgan odamlardir. Agar texmi cho'ng qalbi qilishni xohlasangiz, agar hayotingizda erishib baxmagan yoki qilib baxmagan bir ish qilish umidida bo'lsangiz, deydigan ikkinchi so'zim o'zingizga mablag' siling. O'zingizga mablag' siling. Boshqalarning sizga bo'lgan ko'z qarashining, sizning realligingizga aylanishining hojati yo'q. Hayotingizni jangochlik uchun o'tkazishingizning hojati yo'q. Hatta qiyinchiliklarga yo'liqqan taqdirdimi cho'qim vujudingizda men qila olmayman. Hech kim buni to'lib yetmagan taqdirdimi o'zim cho'qim to'lib yetishim kerak deganni oydinlashtirib o'tishingiz kerak. Mana bu men orzu qilgan ish. Uning uchun o'lishga roziman. Boshqasi muhim emas. Ahvolni qanchalik yomon bo'lishidan yoki qanchalik yomonlashib ketishidan qat'iy nazar cho'qim bir boshqa chiqaman. Mening bir ideyaga vakillik qilg'im bor. Mening imkoniyatga vakillik qilg'im bor. Bir qisminglar hozir nima deyotganimni obdan bilasizlar. Yana bir daraja yuqoriga chiqqanlar bor. Mening mudiriyat a'zosi bo'lg'im bor, mening injener bo'lg'im bor yoki doktor bo'lg'im bor deganda.
Gapimni anglang, siz u darajaga chiqolmaysiz. Iqtisodiy jihatdan o'zingiz yetmoqchi bo'lgan u darajaga toki siz zehningizga mablag' solishni boshlamay turib chiqolmaysiz. Siz kitap o'qimayapsiz. Men hammanglarning munozara so'rovlariga berib turishinglarni chaqir qilaman. O'zingizga yuqori mablag' solishga buyurayman. Yolg'izlikqa buyurayman. Men soatlab vaqtni o'zingizni to'nishga sarf qilishingizga buyurayman. Haqiqiy o'zingizga, yaralmishingizni taqdir qilingan, aslida loyihalangan shu odamga, bir yakka odamga aylangan vaqtingizda qiladigan ishingiz o'zingizni chatkelib, boshqa odamlardan ayirishga boshlashdan iborat bo'ladi. Men sizni hech kim to'lamaydigan, shundaqla hargiz avor qilmaydigan bir joyga ketishingizni chaqir qilaman. Nimishqa? Chunki siz ularni qanday qilib xushal qilaman deb zehningizni o'rtib yurmaysiz. Chunki siz o'zingizni yana bir baldoq yuqori ko'tarish uchun tirishyapsiz. Men sizning o'z zehningizga mablag' solishingizga muhtoj. Navoda siz helim orzuyingiz haqida gap setayotgan, yana nishoningiz haqida gap setayotgan, lekin taqiy hech ish qilmagan bo'lsangiz, unda xayr tunji qadamni e'lon. Siz cho'qim ota-onangizni faxrlantira oladigan bir ish qila olasiz. Maktabingizni faxrlantira oladigan bir ish qila olasiz. Siz million odamning hayotiga ta'sir ko'rsata olasiz. Shundaqla dunyomiz sizga aslida o'xshamaydigan boshqa dunyo bo'lib o'zgardi. Chunki siz shuncha yo'lni besib keldingiz. Hech kimning orzuyingizni o'g'irlab ketishiga yo'l qo'ymang. Biz rad qilishga, yo'q deyishga uchirdik. Yig'inasaq hech kim kamidi yoki birisi menga ishansang bo'ladi deb qo'yib, ehtiyojimiz tushganda bizni noumid qo'ydi. Navoda bizni mana shunday uzukchilikni keltirib chiqadigan pozitsiya bo'lsa-ku, u chaqda sizga hech kim ishonmaydi. Kayni-kayndan mag'lubiyatlarga uchirdingiz. Yo'llaringiz to'sildi. Biroq siz yana o'z orzuyingizga intilyapsiz. Har kuni orzularingiz yo'lida tajribalarni yakunlayapsiz. Shunday o'zingizga qalbi qo'mg'icha izlanishim to'xtamaydi deb xitob qilyapsiz. Siz orzuyingizdagi turmushni yashay olasiz.